Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık karındaşlarım. Hemmenlağa Allah'ın güzel salamları olsun. Bizni yana bir qetim yüz görüşke nesip kıygan Allah'a hamdlar olsun. Bugünkü mevzumuz insanlar qandaq şekillendirildi ve başkalar hakkında mutlu. Aslında bu aldığın yıllarda psikologiyaga, qayta şekillendirishga alaqadar so'zlayotgan chog'larimda yezib qo'ygan bir tizimlik var edi. Şu tizimlikte mushu bir mevzu qolib qopti, so'zlanmay. Belkim başka ciddi derhal demesi bo'lmaydigan temalar chiqib qolganlikdan bu unutilib ketgan bo'lsa kerak. Aldınqı qatimliq videomuzning oxiridagi savol javoblar qismiga qarata videoning ostida emas, ayrim toplarda WhatsApp topları yoki signal topları ve yoki men bilmaydigan bekçik toplarmışku. Ama telefon tutmagaçka jiqlardan xabarim yo'q. Aşında toplarda bekçik talaş tartışlar yüz bergenmiş. Münasibetsiz demey yaqinlarga esilishgan avvalla söküşle bo'lganmiş. Ve bunun bilen aslida men biraz pushaymon qilgandim. Hazır 10 saatdan 6 gün ishlayotgandikim. Haftada şu bir kunlik demilishimda yonboshlab yetib kino ko'rgach damolmaymanishqa avaro bo'lgandiman deb o'ylab qolgandim. Keyin bu mavzu shu videonun tutlari temalarının içinde bu mevzu turibdi. Muhim noktalar deb ilib qo'ygan yazmalar bo'ladi. Men gapdan ezib ketman qirgan vaqtida kaga yerim topolmay bir misol bilan tarafga ketib qolib, nereden başlaganligimni orqadagi nuqtamni topolmaydigan. Shu muhim nuqtalarni ilib qo'yaman. Şu muhim noktalardan qarasam aş talaş tartış qilganlarga cevap bo'lalaydigan, ularning şu talaş tartışdagi keyfiyatlarini aniqlama beralaydigan ve onun nima uchunligini yeshkin bo'ladigan bir formula sunalaydigan bir mavzudek qildi bu. Şuna bunu sözleydigan bo'lib qoldim. Bo'lmasa asli başka işlerimni qilgach demilib uxlaganim yaxshiroq deb unutilgandi. Şuna yana qarshinglarga chiqdim rostdan desam. Bu hamma odamning emas, balki bu bir qism ashundaq sezgirlik eşib ketish turida psikologiyalik kasalga mubtala odamlar xili var. Bu shularning ishi boshqalar ko'ngilni olmanglar. Endi bu mavzuga kelsam, oldi bilan anglag'uvchilarni ogohlantirib qo'yaman. Bu mavzu haqida bu bir ilmiy tema qarindoshlar. Ma'lum bilim asosida talab qiladi bu. Bo'libmi psixologiyaga oid ma'lum tushunchangiz bo'lmasa, bu mavzu sizga bek tushuniksiz, zerikishlik kelishi mumkin.
Bunu da koyayım. İnsanlar kanday şekillendirildi? Bu bir sual. İnsanların fıtratida yönlendirişlerge mayillik mevcut. Sosyal hayatta bazarı selingan närsläni bugün tillygandek kysymı kısqa müddetde kabul kılıdı. Yeniden çıkan wagtda tıllaydı çıkaranlar. Her kanday ýeňilikmi? Çünki insan yüzü künep qalan kelypga uygun bolmagan ýeni bir närseni derhal kabul kılmay tıllaydı. Karşılık ifade kılıdı. Ama kısqa müddetde kabul kılıp sepejli bolup gitdi. İnsanga hatta yalanaç jürüşniň bir kahramanlyk ekenligini kabul kıldırış mümkün bolgan ýerde. Başkasyny nemiş kabul kılmasyn bu insan? Karındaşlar. Habraňlady ba. Garip döwletleriniň de bir kança okşamagan garip döwletinde bir ýa-ki bir neçe aýalynyň yalanaç jürüş hadisesi yüz berdi. Bu bulap ötdi. Şu 2000-nji ýyllardan kiýin. Yalanaç bazakezdi. Yalanaç aýallar. Anadan togmy yalanaç. Teşvikatlar bunu bir kahramanlyk dep teşvik kılıp kişilerge bunun kahramanlyk ekenligi kabul kıldırıldı. Cüretkarlyk. Demek bu bir misal. Bu bir men şekillendirişke berýän misal. Temaga bekme ciddi alakası yok aslında. Yani demekçi oğlum aşkadar bir insan için rezillik hesaplanış gerek olan bir iş insanlığa kabul kıldırıldı. Kahramanlık da kabul kıldırıldı. Kardeşler. Demek insanın mana aşında oyunu kılıp oldu. Mana aşında halıgan şekilgi keltügün oldu. Halıgan kılıkını kıldığı kılıp oldu insanlara. Şekillendiriş dese sizler bek bunu addi çaklap kalırsınız belki. İnsanı mana şu derecede özgertip täleýdi. Bunun için bu misalını dep koydum. Bu noktadan Uygur münafıklarının vicdan azabı çekmesden, içinden kaynagan bir his bilen, becanıdıl halda galçı buluşudaki arka görünüşünü izahlıqılı buludu. Aşu düşünseniz, insanlarını yönlendiriş, şekillendiriş mümkünçiliki ve insanın fıtratıda zaten bunun bir uçukluk. Yani mudafiyasiz bir haletinin mevcutluğunu düşünseniz, bir insanı özünün milletine karşı düşmanının galçısı bulaşka köndeye gelip oldu diyen. Hiç vicdan azabı çekmeydi o. O hudu muyum bir işini kılavatkandak hissiyatlı olup kıladığını. Yani münafıklar özlerinin kılavatkanını toğra dep bildi. Aşın toğra dep kabul kıldığı olup oldu da şeylerinde. Ondaki nemiş ki vicdan azabı çeksin? Onu toğra dep kabul kıygandaki vicdan azabı çekilmeydi. Vicdan azabı çekkiçe de tehiyyeci vicdanının ölmegenligi ma'lumdur. O korkunuştun bazı hatalarını kıysımı vicdanı ölmegen adam. Ömür boyu bunun vicdan azabını çekip ötüdü. Eğer bir etim korkunuştun, mecburluktan, çaresizlikten bir vicdanı muhalif hatanı kıpkasa ömür boyu bunun vicdan azabını çekip ötüdü. Hem de huşal huram halda razılıkı bilen münafıklık kıldık Allah'ın kılmışını toğra da bilişidik. Toğruluk ölçümü okşamaslıkı mümkün.
Masalan, ba'zilariga ko'ra qandaqdir vatanparvarlik, millat, falan deganlarning hammasi quruq gap. Ayna odamlarni atrofingizda uchirtalaysizlar, quruq gap. Can beqishdan boshqasining hammasi nol hisoblanadigan, bunday hissiyotsiz, yog'ochga o'xshaydigan insonlar. Ular g'oya deb bir nim bo'lmaydi. Bütün bu abstrakt hukmlarning hammasini tashlagan. Ular konkret foyda manfaat. Nan bu. Quruq gapning aqsiga kirib, hayotni qiyinlashtirish ahmoqlik deb qaraydi. Undan ekan, uning qilayotgani, ya'ni u qilayotgan amunoqlik, donolik, to'g'ri qilmish bo'lib chiqadi. Bu qarash qilipi asos o'rinda turishi mumkin. Yana ba'zilar ideologiyalik mayillik tufaylidan tanlagan yo'liga uyg'un tushadiganlik sababli qilayotganini to'g'ri deb ishongachga vijdon azobi degandan so'z bo'lishi mumkin emas. Şuğunisi bugünkü kunda ideologiya haqidagi dabdabalarning vaqti o'tdi. Qarindoshlar. Bu ideologiyalik mayillik tufaylidan o'zining davlati, o'zining vatani, o'zining millatiga qarshi dushman tarafga xizmat qilishning misollarini men ilgari deb o'tgandim. Esingizda bor. Masalan, Amerikada yaşaydigan Amerika fuqarosi ama ideologiyalik tanlashi Marksizm bo'lgan, ya'ni kommunizm bo'lgan kishilar o'z vaqtida to'p-to'pi bilan Sovet ittifoqi uchun aktiv josuslik qilgan. Ya'ni o'zi xohlab bu ideologiyalik mayillik tufaylidan bo'lgan bu ish. Chunki u kommunizm degan bu ideologiyaga sodiqni aytdi, yaxshi ko'rdini. Chunki kommunistlarning bizga sungan, bizga ta'riflab bergan bu kommunizm jamiyati xuddi jannatga o'xshaydi-da. Buning ishontirish va eziqtirish kuchi oldida ba'zilar buni rost deb o'ylab qolganlik. Bütün insonlar baxtiyor bo'lgan bu ideologiyaga xizmat qilish sharaf deb uni tanlagan. Shunlashqa u o'zining yashayotgan vatani Amerikaga qarshi holda Sovet ittifoqiga josuslik qilgan. Bu ideologiyalik mayillik tufaylidan tanlash. Ama bugungi kunda ideologiya nuqtasidan bunda bir tanlash bo'ladi deydigan ish yo'q. Bu dabdabalarning vaqti o'tdi. Kommunizm maslikining jalbkorligi tugidi. Bundaq ahvolda ideologiyaga tayangan munofiqlik faqat parda bo'lishi mumkin. Ya'ni u xalqning oldida, ya'ni yaqinlari, uni biladiganlarning oldida o'zining qilmishini pardozlab, vijdon azobidan o'zini qutuldirish uchun buningga bir sabab qilib ko'rsatishni foydalanayotgan bo'lishi mumkin ideologiya. Qarashimiz o'xshash bo'lganligi uchun men unga xizmat qilaman. U meningki g'oyamdir deyilishi mumkin. Amaliyotda asosiy sabab manfaatdir. Bugungi kunda. Yana bir xil ahvol bo'lishi mumkin. Bir zamonlar ideologiyalik hayajonlar sababidan ishga boshlagan bo'lsa, keyin baribir jundiga patgandikin, mana bir qachalik bo'libla ketay degan yerga berishi, ya'ni Nasriddin apandimning mana shu deganidek ashpatqoqqa o'zini davomli tashlashi mumkin. Bog'liq bo'ldi. Endi men daryoda ming yil yo'lsimi aqamayman xalqning oldida. Onundan ko'ra aladigan foydamni elib bir qachalik bo'lib ketaydi, davom qilishi mumkin.
Çünkü bundak adamlar itikatsız adamlardır. Gerçi bir mahal ideologiyilik debdebeler eskende. Komünizmni itikat sütüdü tanlagandek kıygan bolsumu, aslında o ötkünçü hayacanның mahsulu boğunu, düşünüp tanlaşның mahsulu bulmağını üçün, bu atalmış itikattın eser kalmaganda, xuddi çöldük kamgaqdek üzünü tayançsız, yalgız aldı görüldü. İtikat bulmagaçqa Allah'ın keçiriş vədisinin ta ki can halkımığı kәgенgiçe küçke ega buluşunu bilmeydi. Bunu bilmegechke boğulup bol diye, emdi men bäribir yaxşı olanmayman degen ümitsizlikten o ani şu manajı kılıp hadisde patkak yüzüne etiyiverdi. Münafıklarning bola chaqalari qanday bo'lishi mumkin? Uyg'urlardagi madaniyat jug'lanmasi masalasi tufaylidan yoki an'anamizdagi cho'nglarga qarshi chiqmaslik, üzdün cho'nglarga itoatkor bo'lishdek milliy axloq tufaylidan bolalar ota-ona urug' tuqqanlari bilan birdeklik saqlash umumiy holdir. Ya'ni bir munofiqning bolasi dadasini baribir hurmat qilaveradi. Uning munofiqligini bilsimi adacıda bulmaydı. Bizning kültürümüzning ziyonliq bir tarafi bu. Hatta uning varisi bo'lib qolishi mumkin. Bunda misollarni yurtlarimizda nayt ko'p ko'rdik. Deylikki, Shansayga, Gomindanga g'alchilik qilgan quloqlar, yurtda mahallalarimizdagi quloqlar. Keyin kommunistlarning dastlabki davridimi bu xizmatini davomlashtirgan, ular qirib xizmatdan chiqqandan keyin bolalari izbosar bo'lganligini ko'rdik. Bunday misollar ko'p. Cho'nglarning tanlagan yo'li ularning tanlashi bo'lib qoladi. Shunga varis munofiqlar asos o'rinda turdi. Dep o'tganimdek, buningga o'z yurtlarimizda xalq tarafidan bilingan munofiqlarning ecdatlarının öz zamanısının hükümetleri için aygaqçılık qilganligidek amaliyat misal olalaydı. Öz aqli bilan o'ylayalaydigan bo'lgandan keyinmi, yanala ailenin şermendi geçmişini yoshirish uchun bu yo'lni davom qiladigan avlodlar asosiy iqlim deyishimiz mumkin. Çünkü bugünkü munofiqlarning bolalaridan birerining munofiq dadisi yoki akisidan chek-chegir ayirib, ularning qilmishlarini pash qilgan misollarga yo'liqmadik. Ama başka millet oldu bu. Terakki qilgan millet oldu bu. Bunday ishlar. Ama bundaq ahvollar bizde ko'rilmaydi. Hozir hech ko'rilib boqmadi. Ailesinden çek-çegir ajrab deb, bu munofiq ekan, men cho'ng'ulab andan bildim deganni ko'rmadik. Demek u ne yoshirib qoldi. Bu ailening siri bo'lib, bunu yoshirib ve bu xizmatdan bahramand bo'lib, buni davom qilishni afzal ko'rayotgan ahvol. Munofiqlarning ichida bilim egallarining bo'lishi, dini ulamolarning bo'lishi bizni munofiqlikning anatomiyasi ustida texmi cho'nqurroq o'ylanishga ittirdi. Masalan, Koreyadagi husn tuzash doktoriga o'xshash ziyolilarning hech qanday majbur qilmagan ahvolda erkin bir davlat turib ko'ngil rizosi bilan Xitoy g'alchisi bo'lishi haqiqatan tushuniksiz tuyuladi. Bu yaqinda torlarda hammanli ko'rdingmi, Koreyadagi bir Uyg'ur doktor balasiga Xitoyning bayrog'i şeklideki maykini kiydirip alayzal Xitoyning bayramini tabrikladi. Dal buning aksicha Xitoylar bilan qarshilashib, garchi biror ishni vujudga chiqara olmasa-mu, qarshilik harakatlarini qilish urinish tufayli turmalarda chirib tugaydiganlarning ko'pchiligi o'qimagan kishilar ekanligi yoki nayt oz o'qigan kishilar ekanligi bizga millat sevgisi, vatanparvarlik tuyg'usi deganning xuddi iymonga o'xshash, Alloh tarafidan beriladigan bir hadiya,
armağan ikenligi, mukaddes ikenligi fikrini tug'dirdi. Tushundingmi? İmanlık bulumen dep imanlık olmaydı. Bunu Allah Kur'an'da deydi onu. Hatta özünün Habibige, özünün elçisige deydi ki sen bir adamni Müslüman kılanmaysan. O men deyin, o men onunla hidayet ata kıysam andan o boludu o da. Xuddi şunun okşaş, muşu vatanperverlik ve millet sevgisi mu aşında bir mukaddes tuygulaş ihtimali var. Yani Allah tarafından berildi. Eğer o anın mesulü olsa, ne için bilimliklerinin nayetun nurgunu, hatta mollu ulemalarının içindeki Allah'ını tunuyduğun, nemi günah, nemi savab bildiğinlerinin bir münçisi, Xitayning galtısı oldu. Del eksçe okumagan bir münçi yaş balla. Yaki nayeti az okuganlar, Xitayga karşı hareket kılıp, gerçi hiç vücut çıkarammasın mı? Xitayga karşı meydanı tüpeyleden türmelerde çiriydi. Bu bizni oylandırdı qarindoshlar. Demek bu bilimning mahsuli emas. Anlıqlıqning, eni o'sganlikning, madaniyatning mahsuli emas bu. Bu ilahi bir tuyg'u bu. Millet sevgisi, vatanperverlik. Bo'lmasa aş okumagan balla qanda bu yüzünün cennini septirdi. Xitayga qarshi turib. Yani milletni söyiş tuyg'usi, vatanperverlik tuyg'usining bilim bilan bevosita aloqasi yo'q. Bugungi kunda bu chet ellardagi Uyg'ur ziyolilarining naytu nurg'uni bir top bo'lib uyushqanligini ko'risida. Falan yoki pokonga bir atning tagiga uyushqan holatni ko'ryapsizlar. Hammasi qarasangiz avtonomiyachilar. Hammasi tuniguncha madaniyat qirg'inchiligi deyishda janjahli bilan cho'ntuvdi. Bularning ichida mustaqillik demay azodlik deyli. O'xshash kisi deb manda ta'lim berdiganlarmi bor. Mana shuningdan qaragan vaqtida bu muqaddas tuyg'uning, bu isil tuyg'uning milletni suyish tuyg'usi va vatanparvarlik tuyg'usining bilim bilan bevosita aloqasi yo'q. Bunu bugungi diaspora hayotimizda o'zimiz ko'rayotgan ziyolilar to'plarining tutumlaridan bilgili bo'ladi. Unvonliq bilim egillarimizning ko'pinchisi demokratiya va kishilik huquq da'vochilari bo'lib ko'rinmoqda. Bu nuqta yana bir qiyosga keltirdi. Bu bilimliklarning bilim olish jarayoni. Mushu jarayonga aloqasi bormi deganni keltirdi. Yani masalan Xitoy ma'rif sistemasida. Ayni vaqtda yana qayta shakllantirishni boshdan kechirish jarayoni bo'lganligi. Bu bilim olish jarayoni, Xitoy ma'rif sistemasidagi bilim olish jarayoni o'xshash vaqtda yana shakllantirishni boshdan kechirish jarayoni bo'ladiganligi. Xitoy ma'rif ichida qancha uzoq qolgan bo'lsa, shuncha uzoq qayta shakllantirishga obyekt bo'ladiganligi uchun ular o'qimaganlarga qaraganda texmi bek ruhiy buzg'unchilikqa uchraydigan bo'lish ehtimollidir. Men qahramonlik davri degan oxirgi nashr qilingan romanimda buningga bir obrazlar vasitasi orqali bu nuqtani yo'ritishga tirishdim. Uningda bayonchi, ya'ni hikoyani bayon qilayotgan menning birinchi shaxs, menning onasi o'qimagan ayol. U maktabdami bo'lmaganligi uchun shundaqli ishlamaydi u oila ayoli.
hem iş yerinde boladigan meclis, ügünüş kürsi, ideya özgertiş, işbada bildiriş degendeklerge uçurmaydiganlygy üçin o kayıt şekillendirişke uçuraş pürüstü olmagan bir ayal oğallık üçün en toğru gepni aş okumagan ayal kılады. Aşına bir obraz yarattı. Şoňlaşka bäzileriniň bärigiz ýogan sözlemäňli garyndaşlar. Men Xitay ilinden şekillendirişige uçurmadım. O meniň kallamga hiç näse kaçalap goýanmady. Men degen men durman. Bunda diýäleşiňler üçin, hiç uçurmaslyk üçin ganda bolaş gerek? Ana aşy mumayga okşaş. Okumagan boluş gerek we bir ýerde hyzmat kılmagan boluş gerek. Andan bunda bir pursat bolmaýdy, onu şekillendirişke uçuraýdygan pursat bolmaýdy. Andan o sap halatda kelyşy mümkin. Şundaqdymy çoň muhitniň täsirige ýene uçuraýdy. Ma'lum derejede. Atmosferanyň, sosial atmosferanyň täsirige. Emde dini ulemalara gelsek, bunun düşündirilişi tamamen başka buluş gereklikini görürüz. Yukarıdakisi ziyalıyla, bilermelle. Emde dini ulemalarının içinden ne için münafık çıkadı degenge gelgen vaqtida bunun düşündirilişi anınga okşamaydigan buluş gereklikini görürüz. Yani ular gerçi dini nazariyelerini yada bilsimo, mahiyetini düşünmey yadılganlar oluş çoku. Çünkü dini prensiptik talepler bilen Xitayga malaylık kılış arasında bir tokunuş, ziddiyet, his kılmasdan her ikisini bicerip gitavatkallıkı. Beş vakt namazdan mı kalmaydı o? Xitayga mı işleverdi? Her ikisini bicerip gitavatkallıkı muşunda kıyaslı keltirdi. Ulayның düşünüşü boyunca din tamamen dogma bir hukum. İtiqat kıygıçılarga talepi belgilik. Yani şu taleplerini deylik ki şahsi ibadetlerini bija keltüyüsüler dinning talepini toluq orundıganlyk boludi. Allah'ın cezalışıdan kutuludi. Başka işlerde yaşaş takazasını asas kılıp her işni kılsa mubahdır. Ularning düşünüşü bu. İkinci türlük bolganda bularning imani saxtıdır. Ular başkalarga tavsiye kıysımı üzü kılmaydiganlardır. Yani bu Allah'ın kitabıda bundakla tilge elinirdi. O dünyada uçuruşudu bu. Şu dünyadaki ilk tunuşla uçuşudu. Başkalarga tavsiye kılıdıgan, dinni teşvik kılıdıganlarını dozak tükürüp bir kısım onu tunuydigan dozak ahli soraydı, oy bu sılı bir yerdemiş kılsılar. Bu sılı pek dindar, bu dinni teşvik kılıdıgan dese, şu biz o sıllıga ona teşvik koygan bile yüzümüz kınmaydı dep cevap verdi o. Kur'an'da zikir kılıdı. Bundan bir atak türkünü bilişi can bekiş ihtiyacı üçündür. Menimçe münafık mollalar hakkında muşulan deyiş mümkün. Xitay kontrollüqüdün uzak yerlerde mi? Yani beşidi bir Xitay tikilip tuğmavatkan uzak yerlerde mi? Dünyanın u bir çekilleri Xitaydan uzak, Xitayning kulu yetmeydiği yerlerde mi? Xitayga sadakat bilen işleverişinin akısıda qandaq bir sır oluşu mümkün. Bu ehtimal ilgiri en az bir qitim toxtalgan edim. Bunun yolları her xil olsumu qilipidir. Kuyruqun tutuveriş. Yani ma'lum aciz alqısını tutuveriş arqılık muşundaq sadakat saqlandı. Tutuvelindigan bu kuyruq köp xil oluşu mümkün. Pulga olan ziyada amraqlıq, cinsiyet psikopatlıqı, vatanda qalğan aile azalarını rehin hesabıda qo'llanish, o'tmishda bilmasdan qilgan satqınlıqlarını pash qilib o'tish tahdidi qatorliq. Yana boshqasi turlari bo'lishi mumkin. Bizning hozircha aqlimiz kechganlari mana shular. Bulardan boshqa deb o'tganimizda
Efendimçe manıjıkıl tipideki davam kılışmı xil salmaklı egallaydı. Aslında bu xildikillerini qutquzuverish tamamen mümkün bolsa-mı? Bizning milliy kültürümüz, adetlengen tutumlarımız bundaqlarning to'g'ri yo'lga qaytishini cheklab, munofiqlikni davom qilishini kafolatlantiradi. Buni boshqa bir misol orqali tushuntirishga bo'ladi. Men ilgari turkcha kitobim uchun qistirgan bir real hikoya bor. Bo'lgan bir ish. Hikoyada Şahyar deymiz. Şahyar atrofidagi yezilardan birida yashaydigan dehqon ayollardan birining achchiq kechmishi hikoya qilingan. Bir necha dehqon ayol qatiq setish uchun cho'ng kichik qachonlarini dastonlariga o'rab bozorga mashhur. Ular tarimda neft qidirayotgan neftchilarning turalg'isi yenidan o'tadi ekan. Bir kuni neftchilarning yenidan o'tayotganda yo'l bo'yida turishgan bir necha neft ishchisidan biri Xitoylar bilan, esingizda bo'lsin. Neft ishchilari Xitoylar. Neft ishchisidan biri ayollarning ichidagi eng yosh va chiroyliroq birini to'xtatib, qatiqingning hammani men olaman, yotiqimga kirib ber, debdi. Bu albatta yaxshi ish. Bozorda aptaqqa qoqilinib soatlarcha o'ltirib poch sotganda yaxshi emasmi? Vaqtmi tejiladi, tezroq qaytib, yana tirikchilikning boshqa harakatlarini qilsa foyda emasmi? Yosh juvon hech narsadan gumon qilmasdan xo'p debla yosh Xitoy ishchining orqasidan mengibdi. Yotoqqa kirgandan keyin Xitoy yosh juvonga zo'rlik bilan bosqinchilik qildi. Üstüveşi perişan çıqqan ayol hamrohlariga datlanibdi. Ayolning eri, bu yerda bu ayolningla erini desak haqsizlik bo'ladi qarindoshlar. Uning o'rnida har qanday bir Uyg'ur erkak bo'lgandimi o'xshash deyishimiz kerak. Bu ayolning eri erkakligini joriy qilib, numus to'kilgan ayolni hag'icha dumbalagandan keyin darhol qo'yib yetib, erkakligini namoyon qildi. Bütün yiza muş ayoldan nefretlenipti. Erzler, şikayetler akmaptı. Sakçı idaresi 1000 so'm pul verip, endi to'xtab qilishga da'vat qildi ayolni. Ayolga 1000 so'm pul veribdi. Ya'ni Xitoy neftchi pash qilsa, pulini yerlik sakçı idaresi o'tabdi. Shunga men bu hikoyaning mavzusiga tamsillarimizdan birini ishlatgan edim. Pash qildi Janloyi, suvga tushdi Vanloyi deydigan bir gapimiz var o. Bundan başka mening Uhsinish nomli kitobimdagi birinchi postimi aşının o'xshab ketadigan bir voqea bor. Jimi erkakchiligimizni ojiz ayolga markazlashtirib, asli g'azab nafratning obyektlarga g'ing qilinmaydigan mazpaynaklik. Bu xuddi eshakka kuchim yetmasa, ur to'qimini deganga o'xshab ketadi. Men bu yerga bir qistirma qo'shib qo'yay. Köp qitim deb kelayotganimdek, Uyg'ur turmuşda munofiqlik bekmi normal ahvolga aylanib qolgan bo'lib, munofiq adiblarni, munofiq ulug'larni majbur bo'lgan deb aqlaymiz, bir ojiz ayolni majbur bo'lgan deyishga qat'iy kechgimiz unmaydi. Yolg'onmi? Aslida majbur bo'lgan deyishga eng loyiqi ashi bichora ayol va shuningdeklari. Afsuski bizning erkakchiligimiz bu yerga kelganda bekrek joriy bo'lib ketadi-da, hargiz rahim qilmaymiz. Aslida uning xatoligi bor degan taqdirdami, bu bir millatga, bir qavmga chetilmaydigan, o'zi bilan ketadigan kichik ish. Ammo bir bilarman, bir ulug'imiz munofiqlik qilgan bo'lsa, umumiy xalq ziyonga uchraydi. Shundoq turib, uning qilmishlariga majbur bo'lgan deb chapay yapamiz. Deyli ki, şu qatiq satgan ayol, ey Yohannas deb g'avg'a ko'tarmay, bo'g'liq bo'lgandikin deb kiyimlarini chiroyli tuzashtirib, qachonlarini burunqidek chigib, rasli qatiqini to'psetib qutulganning mamnunligida chiqqan bo'lsa qanday bo'ladi? Er uchun yanada ishchan, tirishchan, obdan ayol bo'lib qolaveradi. Şu peti bu işini izg'i tushgan bir ish tariqasida davom qilavergan bo'lsa, har qatimla deyishgan kunda kelib qatiqini to'psetib ketavergan bo'lsa, bu ayolga kimning gapi bo'ladi? Uning tuzligi, softligi beshiga balo bo'lgan.
Xuddi shuningdek, ba'zi qutqizib verishga bo'ladigan munofiqlarmi ash ayolning kuniga qiladiganligidan munofiqligini davom qilaverishini to'g'ri ko'radi. Chunki uning qilayotgani maxfiy bo'lg'achqa hurmatini saqlaydi, jamoatidan ayrilmaydi, la'natga qolmaydi. Ammo u samimiylik ko'rsataman deb haqiqatga qaytmoqchi bo'lib, o'zining ilgirki qilmishlarini oshkorlashganda bo'ladi. Bitta uning ishi. U buni mo'ljallaganlik uchun munofiqlikni davom qiladi. Endi biz uni qutqizib ololmaymiz. Endi yana qayta shakllantirishning o'ziga kelaylik. İnsanların köp sonliqi favquloddalikqa intiladigan bo'ladi. Tinchlik, garchi shuar bo'lsa-mu, o'ziga ziyon kelmaydigan shart ostida jahonning qalaymaqon bo'lishini, favqulodda ishlar, favqulodda hodisalarning yuz berishini ko'rish qizg'inligi bo'ladi insonda. Qisqasi hayajonga cho'milish, hayajon ichida yashash istagi inson fitratidagi aloyidlikdir. Jimjit to'xtamsizlik hayot zo'r ko'pchilikni zeriktiradi. Hayotda dolqun ko'tarilishini, dolqunlarda g'ulaç etishni angsizligini istaydi inson balasi. Mana shu xususiyatlarni tadqiq qilgan g'arbliklar eng avval insonlardagi hayajonga bo'lgan ehtiyojdan foydalanib, buni qanday tovarga aylantirish, qanday pulga aylantirishning yo'llarini topgan. Bilasizlar, bog'chalardagi har xil o'yinchoqlar bularning qanchalik qo'rqinchli bo'lgani shuncha bozorliq bo'lib, kishilar bularga chiqqanda qo'rqib cho'qirishib ketadiganligini bilib tursa-mu, yana ashularga ujrat turib bilet oladi. Yana shu g'arbliklar insonlardagi hayajonga bo'lgan ehtiyojdan foydalanib tashviqot olib berishni nazariyalashtirishgan edi. Gerçi tarixdan beri hukmronlar bunday usuldan foydalanib kelayotgan bo'lsa-mu, lekin buning sistemalik nazariya sifatida qalblashishi yaqinqi zamonlardagi ish. Hayajon yaratish va bu hayajon ichida kishilarni ma'lum g'oyaga yo'llantirish hokimiyatlarning izchil qo'llanib kelayotgan davlat kulturi hisoblanadi. Yana shuni deyish kerakki, hayajon paydo qilgan chaqiriqlar vaqtning o'tishiga ergishib kuchsizlashadi. Hayajon qo'zg'alay olmas bo'ladi. Shunga bunday ommaviy dolqun paydo qiluvchilar, ya'ni asosan hokimiyat doiralari, partiyalar bo'lishi mumkin, siyosiy partiyalar. Hayajon paydo qiladigan yangi mavzularni o'tirib tashlab turish kerak. Bo'lmasa hayajonni jonliq tutqilib olmaydi. So'yib ketadi. İnson balasining qizg'inligi hamon bek cheklik vaqt hayotda bo'ladi. İnson balasi hayajonliq, dabdabilik chaqiriqlar sohasida nayt oson ta'sirlanadi. Bundaq hayajonliq davrlarda hayajon ommaviy tus oladi. Omma deyilgan to'pichida bo'lganda shaxslar aqlini yuttirgan bo'ladi. Umumiy hayajonning dolqini ichida har qanday bir xato ishni zoq bilan qiladi. Bu haqda Gustav Le Bonning Omma psixologiyasi degan kitobida Fransiya inqilobi davridagi qonxo'rliklar misoli berilgan. Parij kommunasi qurilayotganning oldi-keyindagi qonliq voqealar. Ommaviy dolqin ichida bo'lganda shaxslarning aqli minimum saviyaga tushadi. Le Bonning deyishi bo'yicha kasbiy odamlar o'z sohasida mutaxassis odamlarmi top ichida aqlini joriy qilolmay, topning harakat yo'nalishiga qo'shilib ketadi. Mushundaq bir psixologiyalik topning olgan qarori bilan ahmoqlar topining qarori orasida bek cho'ng farq bo'lmaymi qoladi. Hayajon qo'zg'ovchilar biladiki, bunda hayajonga cho'mdirilgan, ko'ziga hech nima ko'rinmas bo'lgan toplarning ommaviy dolqinini o'z maqsadlari yo'lida foydalangani bo'ladi yoki ba'zi sirtdan kuzatuvchi aqlli kishilar topning kuchidan foydalanish haqida ko'ngliga pukkan ma'lum g'arazlarni oraga so'qib, harakatning nishonini burib o'tishi mumkin. Buningga 1931-yili Qumuldan boshlangan aslida istixiylik qarshilik bo'lgan xalq qo'zg'olonining davlat qurish harakatiga buralganligini misol qilish mumkin. Bu yerda Sobit Damollining naqadar talantli odam ekanligi yana bir qatim ko'rildi. İstixiylik holda maydonga kelgan bir xalq qo'zg'oloni, ya'ni podining
çoğun sürünü bu. Hiç məqsədi yok. Ya ki hiç məqsədi eniq olmayan bir gavgacı top bu. Bu toptunun küçüdün faydalanıp bunu məqsədlik bir hareketke aylandırıp devlet kurbağa. Meyli o kança ay yaşagan buluştan qat'i nazar bugün biz üçün tepilgisiz bir desmay oldu bu. Aşını barlık keltüyle. Ne kadar dana adam bu sabıtta mı? Bununla ilaveten şunu mu deyişimiz mümkün? Xitaylarning birer yerde meydanga kelgan qarşılık hareketlerini, haberlerini qattiq kontrol qilish asosida qat'iy uzun kesil bastırışlarının sebebi mi? Del hareketinin siyasi məqsədi bo'lgan birleri tarafidan məqsədlik hareketke aylandırılışının ensirek tüpeylidindir. Gerçi iki millet var yerde sürkülüşler bulup durdu. Ve bu sürkülüşünün her birinin siyasi məqsədi oluşu natayin. Muşu siyasi məqsədi bulmagan bir sürkülüşünün ammavi tüsep gitişi ve bu cidelge o tarafkımı bu tarafkımı üzünün taraftarlarının koşuluşu bilen bu köpüyü bir köpçülükten hareketine aylanıp gitişi Xitaylarını korkutudu. O köpçülükten mi korkup gitmeyi aslında? Bu hareketten siyasi məqsədi olan birileri bunu məqsədlik siyasi hareketke aylandırıp etmiş iken de korkaydı. Mana şu korkuş bilen bunda haberlerini kontrol kılıdı. Ma mahallede bolgan işini a mahallege anlatmay cımıktırdı. Bunun sebebi şu. Haberlerini kontrol kılışı bunda hareketlerinin nayt asalı telvilik derecesindeki hareketke ya ki psikologik bir toplan harekete aylanıp getiş korkunçtur. Amma işçide bolganda şahslar tamamen başka türdeki kılık kıyafet ifadeleşi mümkün. Bu ammavi topnun hayacını kişilerdeki üzünü okşutuş, bizden okşatmaya deydiğen bir gibimiz var bu. Bu üzünü okşutuş degenimiz hem insanda okşamagan derecede mevcut. Bu fıtırtımızda bolgan bir narsa bu. Yüzünü okşutuş duygusunu, insanlardaki yüzünü okşutuş duygusunu, yüzünü göğüstüş duygusunu gıdıklaydı. Şuna her kim bire alaydı iş hareketi bilen yüzünün alaydı ordunu göğüstüp koyması gerekti. Hem insanda buludu bunda intiliş. Bunu toy töküllerde, mehmandarçılıklarda ayallar topu içinde bek roşen göreleyimiz. Bir-birden ötüp ketken çeçen pakizlik görgezmesi, bir-birden ötüp ketken isilzadılık görünüşleri, kollarına takıgallar, zinnetleri, qatarlıqlar. Bir xil ilan kılınmagan musabaqı şekillenadi. Amma işçide bolganda xatalarını körüp yeteleydigan aqıllıqlarmı buladigan bolsa-mı, lekin onu hareket ketilip ketidi. Aşkar qarşı çıkışqa ketinalmaydı. Çünkü bundaq ammavi iqim qarşısıga chiqqanni urib chiqib ketadigan kuchda bolg'achqa qarshi chiqishqa ketinmasdan o'zimi harakatga ketilib, biladigan bir odammi? Xatoga sherik bo'laverdi. Bununla natsizm avjiga chiqqan zamonlar bilan atalmış madaniyat zo'r inqilobi davridagi kayfiyatni misol qilish mumkin. Buni tuvanda yana tilga olamiz. Hayajonga sabab bo'lgan shuvarlarning dabdabisi, qo'zg'atish kuchi barg'ansir ojizlaydi dedik. Hayajon yuksak ballaga ko'tarilgan chaqlarda bu harakatning xatolarini ko'radiganlar dabdaba ko'nirgan siri xatolarni ko'rishga boshlaydi. Masalan, natsizm avjiga chiqqan zamonlarda butun Germaniya go'yo ulug' bir davrga qadam qo'yganning hayajonini boshdan kechirayotgachqa, moshunda ulug' harakatning ishida bo'lishning sharafidan mas edi. Hatta keyingi chaqlarda Gitlerga qarshi suiqasd planlagan ofitserlarmi, masalan Stauffenberg boshchiligidagi von Stauffenberg dastlabki davrlarda mushu hayajonning bir a'zosi edi. Shuni u janglarda qahramonlikni ko'rsatgan. Stauffenberg o'ng qo'lidan ayrilgan, bir ko'zidan ayrilgan.
Gitler üçün can peda kıygan onu. Şuna o goya Nemis millet üçün büyük bir tarihi fırsat gelgeninin hayacını bevasıtı yaşavatkan edi. Ama bunda hayacanlar vakitinin ötüşüge pesleyidigan boğaç, onundumu hayacan peseygendila andın aklı cari buluşka başlap, Gitlerinin telveliki Germaniya üçün bir eğir yemirliş oluduğallıqını görüp yetti ve suikast planlaşka başladı. Xuddi şundaq Mao başlagan atalmış medeniyet inqilabıdımı, Dəsləbdə ata-ana, dost biradərni tanımaydigan, barlığını kompartiyaga bag'ishlaydigan hayajan keyin pasayib, yeni qo'zg'atishlarga, kishilar masxirlik qaraydigan, xo'ja ko'rsinga qo'l uchida shaklan ovoz qo'shadigan, o'tkinchi hayajanni deb yaqinlarini ranjitganligiga pushaymon qiladigan kayfiyat umumiy tus olishga boshlagan edi. Hayajan mazmunlarining yengillanishi kayfiyatni jonliq tutishning taqozzosidir. Şunlaşqa Xitay Komünist Teşviqatıda daim ülgüler yenilinip durdu. Yeni ülgüler arkalık tekrar hayacan qozlaşqa urunudu. Her qandaq vaqtda psikologiyalik toplarının ammavi hareketler kızgan zamanlarda jangovar marşlar meydana geldi. Bu mu aslında hayacanını canlıq tutuşunun kişilerini jangovarlaştırış, telvileştirişinin bir xil vasıtasıdır. Bugün aslında bizning dava hareketlerimizde yig'ilishlar, namoyishlar qatorliqlarda qo'llanish uchun bir muncha marshlarga ehtiyojimiz bo'lsa-mu, naqshchi millatligimiz haqidagi po'larimizga qaramay, keraklik bo'lganda naqshchiligimizmi uluk odati kelib qoldimi, aytavri o'tirdi bir marsh yo'q. Hayajan qo'zg'aydigan chaqiriqlarda shuvarlar bek mo'yin bo'lib, buning ommani yo'llantirishdagi roli mo'lcharligisiz darajada bo'ladi. Şuvarlar ixcham, bir necha so'zdan iborat bo'lishib qaramay, ommani ozdirishda g'oyat zo'r rol o'ynaydi. Masalan, kommunistlarning o'z hukmronligini ozodlik deb atashi, ozodlik, baxtiyorlik, barobarlik qatorliq so'z o'yinlari hammamizga tanish. Ama bunun qanchalik qudratli ekanligini ko'plarimiz tasavvur bakmagan bo'lishimiz mumkin. Psixologlarning qarashicha, baxtiyorlik talqinlari ichida elib berilgan zulm anchalik diqqat qo'zg'amaydi. So'zlarning hayojini reallikda bo'layotganlarni tushuntirlaydi. Endi kun tartibimizga kelsak, ommaviy tor sahifaları bugungi kunda ash o'tmishdagi ko'k osmonning osti, zaminning ustida to'planadigan psixologik omma o'rniga dassamoqda. Devrimizning bu ajoyib aloyidligimi bizning foydamizga emas, dushmanning foydasiga xizmat qilayotganligi bilinib turdi. Omma psixologiyasining aql va mantiqiga asoslanmaydiganligi o'tkinchi hayajonlarga tayangan, asossiz, dalilsiz, tegi kötükü bulmagan tuturuksuzluk alayidlikleri manimen dep bilinip durmakta. Birileri aklımızını çalgıtışını toxtatmasdan yeni hayacan qozguqchi temalarni o'tirib tashlab, bekmi külkülük talaş tartışlar içinde ahmaq qilmoqda bizni. Torning xosiyatida Xitoylar buni tor orqali qilmoqda, ya'ni Xitoyning qayta shakllantirish projekti hala ayni surat bilan davom qilmoqda. Birileri o'tirib tashlagan, mushundaq bir tetqiqsiz, bugun uchun ahamiyati bo'lmagan, osmondagi g'azning sho'g'isiga nanchilab yeyish tipidagi kulkulik talash tartishlarimi sho'ng'ib ketmoqdamiz. Bunun muhim sebebi yuqorida deyilgan umuman insoniyatga o'rtaq bo'lgan omma psixologiyasidan bo'layotgan bo'lsa, yana biri bizning milliy ruhimizdagi oson ochiqlash, oson qizish xarakterimizdan, hatta bilib tursaqmi o'zimizni tutolmasdan bunda qasdan g'idiqlashlarga chelinib bir soz qilib bizni chelayotadi Xitoy. Chelinib ketmoqdamiz. Bularni birinchi bo'lib o'tirib chiqardiganlar aniqki Xitoy istixborotining ayg'oqchilaridir. Shuningdan keyinlar yengilteklik xarakterimiz xosiyatida davomini o'zlarimiz qizitib, bo'ldi degan siri azveylagan siri aqlimiz rolini yo'qitib, mush talash tartishning bugun uchun zaruriyati nima deganini o'ylab dansab ko'ray demasdan go'yo bu birinchi darajalik muhim ishdek sho'ng'ib ketishimiz
düşmanlarının mı işini asan kılmaktı. Xitay istihbarat aslida nurg'un moliya va odam kuch sarf qilib qo'lga keltiradigan parlaq g'albalar talvilikimiz xosiyatida Xitoyga bekma arzon to'xtamoqda. Bu mazmunlarda mening chalvaqashlarim birinchi qatimma emas. Biz texicha hayotimizning zaruriyatlari bilan ikkilamchi omillarning farqini ajrata yo'q. Nimani bugun, nimani at qilishimizni ayirib olganimiz yo'q. Men buni unanmay tutturagandek degan tamsilni ko'rdigan bir videoda so'zlagandim. Xitoylar tarafidan kallamızga qaçılab qo'yilgan boshqa bir men harakat qilmoqda. Qayta shakllantirish temasini birinchi qatim tilga olayotganimiz yo'q. 2 yil javob qoldi. Lekin muxolif toplar bir-birining e'lon qilgan temasini ko'rmaydigan ta'tirlikdan balkim buni tushunib beqish istalgan odamlardan bir munchisi ko'rib beqishga marag'da bo'lmadi akcha. Ko'rib baqqan tarafdorlarmi nima deyilyapti? Bu nima gap? Buni o'zimdek alomatlarga qanday tatbiq qilib ko'raman deganlarni o'ylab ko'rdi. Xo'sh yoqqanlari maqtab bir jumla yozib qo'ydi. Xo'sh yoqmaganlari barmoq ishoratini besib qo'ydi, bitdi. Mana shunday qilib millatni isloh qilish urinishida qilingan emgaklarning hech nimaga foydasi bo'lmasdan tashlanib qolavermoqda. Qarindoshlar, men hozirgacha 140 atrofida buni tezis ko'nrab ketdi. Belki 160 qilmadimki video nashr qildim. Bularning ichida haqiqatan pek muhim mazmunlar bor. Biroq nadonga vergan ist ko'nglim degandek behuda bo'lib ketmoqda. Tekrar ko'rishga cho'qim xo'sh yoqmaydi. Chunki uchur davr emasmi? Her kuni to'g'ri tashlanayotgan yangi narsalarni ko'rib ulgurolmayotganda ko'rib bo'lgan narsani qayta ko'rish kimga xo'sh yoqsin? Mana shunday qilib to'rda vaqt kechirib, butun apqashli narsalarga inkas yozib, talash tortishlar qaynashib, fikr bayon qilib, go'yo muhim bir ishning ichida bo'layotganning iftixori bilan to'lib tashib, ya'ni hech tortinmasdan vatan ozod bo'lib qolsa degandek mazmunlardagi ulug'vor planlarni o'tirib tashlab, hem aşı azat bo'lib qolsa-dan keyin kishilarni talashib degandek o'tmoqdamiz. Ming qitimlab da'vatim. Qanday azat bo'ladi? Nima qilganga azat bo'ladi? Bizga to'g'ri talashib vaqtimiz yetyapti. Boshqa kim bu yo'lda harakat qilyapti? Qilinayotgan harakat yetmoqchi bo'lgan g'oyaga bevosita aloqadormi? Aşındaq işlar bilan bu iş tutamdi. Bular haqida o'ylaydi demasdan osmondagi g'azning sho'rpisiga nanchilab yeb ketayotmoqdamiz. Yana bir cho'ng ishimiz zaman selanadigan birlashish cho'qqanlari. Bunun bilan go'yo bekmi muhim bir bayqashni o'tirib qo'yganning kibrisi bilan xuddi eng muhim bir ishni bitirib etganning g'olibligi, ko'ranligi bilan boshqalarni birlashmaslikda ayiblashlarini to'liq asosga ega qilgan holda pong-pong tillab ketayotmoqdamiz. Biz texicha plan deganning qanday bo'lganligini bilganimiz yo'q. G'oyani, orzuni plan deb o'ylab qolamiz. Men bu vaqtim 90-yillarning oxirida O'rta Osiyoda bo'lgan atalmış planlardan birini misol qilib deb o'tgan edim. Qurolli qismlarimizni qurib chiqish haqidagi quruq gaplarga 2 qatim to'xtaldim, qarindoshlar. Qurolli kuchlarni qurib chiqish bek go'zal g'oya. Buni qilmasak bo'lmaydiganligimiz rost. Buni o'tirib qo'yganlik bir plan o'tirib qo'yishga barobar ko'rilmasin, qarindoshlar. Aqlni joriy qilaylikki, bu faqat bir xiyol, bu bir orzu. Plan konkret bo'ladi, real bo'ladi. Qadam bosqichlari, mas'ul kishilar ustiga taqsim qilingan vazifalar. Shundaqla vazifaning ijrosini so'roqlaydigan üst mexanizm. Her bosqichning bitish vaqti degandek. Ama bunda derhal qo'llanishga yaraydigan plan yarim asrdan beri tuzilib baqqani yo'q. Bundaq arzular plan hisoblansa, menmi texmi cho'ng plandan birini deyman. Xitoylarni yer sharidan tashlab ketish kerak. Bo'ldimi shu? Bu yerda qandaq, kimlar bilan, usul qandaq, chora qandaq, qurol qandaq degandek so'roqlashni o'rganishimiz kerak, qarindoshlar. Bugun bizning haqiqiy ahvolimizni baholaydigan bo'lsa, eng bilarman hisoblanganlar boshlang'ich maktab saviyasida
Başkalar yesli balalardek ahvalda talışıp yürügen, başka tırıp yürügen, bek kaptış kılıp etkendek ağzını toldurup cekalayatkan mezmunlar mana şu bahane bir işimizge sebep bulup. Siyasi dava kılış cihetdeki bu kadar boşluklarımızı kandak dolduruş gerek. Hemme iş astoydil ügünüş arkalık buludu. Bilimdallık kılış bek asan bolup ketdi. Bazılarının adam yaratmaydigan mazmundaki yazmalarda saklanıvatkan Uygurca seviyenin üzgü qarasınız, külgünüz keladi. O tabi yaratmay yazıdı. Yazıvatkan ne? Birisini yaratmay yazıvatıdı o ya, üzü Uygurcunu bilmeydi. Tüzü gerek. Ve akıdın jığılı bitey deysiz. Külgünüz gelgen bilen akıdın jığı tutudu insanı. Ne kadar kep ketken bu millet. Afrikalıklardan mı kep ketken ya? 200 yıl akıda. Aşa halı bilen hele fikirlerini yaratmay hakaret kılıdı. Mana şu ketişti ketiyorduğun bolsak, etimiz bugünümüzdün mü xatarlik? Soruluşu mümkün. Ama sen bir plan oturup koyup bakmam sen. Gep mana şu yer. Demesin meni aşındaq katta işlar qoludan keldigan bir çağlap qilib, ixlasmenlik bildirgenler, oğul kızlarım buluşunu faxırlık bilgenler taqap ketdi. Sebebi bu vatan nazar qılanmaydigan bir nima ekan. Depli qolunu judi. Mana mush kayfiyatni o'ylasammi, suyumlik ama bichara millatimga ichim og'riydi. Ko'rilib turganidek bichara xalqim hech nima ko'rmagan qalandar degandek hech nima ko'rmagan bo'lg'achqa vatan ozodligidan iborat bu ishning ko'lamini, hajmini, ig'irligini, cho'ngligini, zo'rligini texi bir semma realroq dangsab ko'rolmagan ahvolda. Shunga haliqi manga tutgan oppozitsiya u sababdan. Meni azod qila olaydim o'sha deb ishinib qolgan gap. Men videoga yangi chiqqan vaqtda 2018-yilgacha bo'lgan 1 yil ichida nurg'un odam endi ishinib qolgan. Mana vatanni mush azod qilib deblam ishongan gapda. Keyin qarasa yil o'tyapti deydi. Men azod qilinmagandan keyin uni bu azod qilinmaydigan bir nima ekan deblar. Tashladi. Demak, vatan azodligi deganni ash qadar oddiy chaqlab qolgan bir bichara millat bu. Ash qadar oddiy chaqlab qolgan. Onun uchun men haligi urush deymizki, hujjatli filmlarni ko'ranglar. Bir vatanni emas, Xitoydek dunyoning bir super kuchining qo'lidan Sharq Turkistondek bir go'harni qutqizishning emas, bir yizini azod qilishning, bir shaharni azod qilishning qanchalik bedel talab qiladiganligini idrok qilsin deb da'vat qildim men. O hujjatli filmlarni ko'rib chiqishga. Men Facebookda o'tirib olib aytdi, tatqi yo'q ishni qilgandim, ming yaxshi. Uningda hech bo'lmaganda bilim bor qarindoshlar. Aqlingizga bir narsa keltirdi u. Mendimi vatanni azod qilishning, qurolliq kuch barpo qilishning konkret ertadan boshlab ijro qo'yiladigan bir plani yo'q. Buni deb qo'yay qarindoshlar. Bu mening iqtidorimni emas, imkoniyatimni oshgan bir ish. Men bir banda. Ojiz yaratilgan banda. Bu kadar yo'g'on ish bir mening qo'limdan kelish kerakmi? Mana bu 4 yilga taqab qopti, 4 yildan beri biljirlayapman men to'rga chiqib. Buningdan qancha odam bir nima elayotdi? Shu bir teatr ko'rganimni ko'rib qo'yayotganlar. Hech ko'rmayotganlar bor, achchig'ida, shaxsiy tarafdorlik tufaylidan ko'rmayotganlar bor. Ko'rganlarmi yer yutib qolgan yo'q. Ma'no yo'li mavi ekan deb bilib. Bu avvalimiz. Shuning uchun men bundaq cho'ngliqidan odamni survasadigan planlarni o'tirib qo'yishga hech qachon petinib bakmadim.
Ba'zilaringlar bek qahramon ekansizlar. Her gapini o'tirib qo'yaverdi ekansizlar. Ammo men petinib bakmadım bunday yo'g'on gaplarga. Mening takliflarimning hammasi bugungi kuchimiz, imkonimiz yar bergan ishlar. Öz özimizni isloh qilish uchun tirishish, o'zimizni yetishtirish, bilim ahli bo'lish haqidagi chaqiriqlar. Qayta shakllantirishga qarshi qayta shakllantirish olib berish uchun oldi bilan o'zimizdagi qayta shakllantirishning mahsuli bo'lgan alomatlarni bayqash, tonish, tepib chiqishimiz kerak. Eng muhimi, eng oldi bilan e'tirof qilishimiz kerak. Ashundoq men Xitoyning g'alolasi texi baken ichimda men texunundan qutulmabdiman deganni e'tirof qilishimiz kerak. Kasalni bilmay turib, doğrusunu topqila olmaydi. Şunu men mana mush qayta shakllantirish haqida, uning insonlardagi qaysi aloyidliklarni asos qilib elib beradiganligi haqida to'xtaldim. To'g'ri, ba'zi qarindoshlarning ham savollari bor edi. O savollarga javob berish kerakmi, yo'q deb ko'p o'ylandim. Buningga javob berish bekmi ko'ngilsiz. Ko'ngilni g'ash qiladigan javoblar bo'lg'achqa, o savollarga hozircha javob bermaslikni to'g'ri topdim. Chunki xalqimiz, bayamning yog'i deyotgan xalqimiz haqiqatni bilishni istamaydi. Ko'ngliga yoqqanni anglashmaydi. Ashunda bo'lg'achqa ba'zi mavzularni so'zlashmi bek ko'ngilsiz. Kechiringlar. Chunki qabul qilmaysizlar, qarashtirasizlar. Chunki sizning kutkuning bo'lmaganligi uchun qarashtirasizlar. Savollarga bu videoning ostidagi inkaslar emas bu savollar. Aytavur ba'zi toplarda bulungan talash tartishlarga münasibetlik shularni deb qo'ysam deyman. Yani meseleni yiyishning formulasini deb bersam, qog'inni shu formula bo'yicha o'zinglar yeyishib olsanglar, meningcha texmi chiroyli, texmi ilmiy bo'ladi deb o'ylayman. Andan shu peti o'z qo'linglarda bir qurol bo'ladi bu formula. Bir qurol. Bundan keyin davomli bu formulani ishlataysizlar. Ashuna qilaylikmi? Shakllantirilganligimizni bilish uchun öz özümüzge diagnoz koyup baksak olur. Bunun usulü addi. Ben bana şu formülani dep duray. Biz birlerini uluglaymiz. Şundak var. Uluglaymiz. Yaki bir vaka yaki hadisini uluglaymiz. Yaki yaxşı görümüz. Yani onun nispeten meydanımız musbet. Pozitif. O halda şunday so'rash mumkin. O'zingizdan oldin. Bu yaxshi ko'rish yoki ulug'lash o'zimning bevosita ta'siratimi yoki yuqumlanishdimi? O'zimning desangiz, u holda bevosita ta'siratingizni qarab chiqing. Agar o'zingizning hech qanday bevosita ta'sirati yo'q, deylikki siz bevosita aloqada bo'lib bakmagan, birinchi qo'l materialni o'qib bakmagan, bevosita shohidlar bilan ko'rishib bakmagan. Bu holda sizda hargizmi bevosita ta'sirat bo'lishi mumkin emas. U holda sizdagisi yuqumlanish bo'lib, shakllantirishdan o'tgan kalla mana shu. Qarindishim. Birsini ulug'laysiz-ku yoki yaxshi ko'rasiz deylik. Nima uchun yaxshi ko'raman degan savolni qo'ying. Sizga bevosita ta'siri bo'lgan yeri nima? Bunun cevap tapamazsanız bu yuqumlanish bu qarindishim. Başqa birislar tarafidan kallamızga quyilgan bu hissiyat. Yani bunun aksini deganimizda o'xshash usulda diagnoz qo'yildi. Ya'ni deylikki sizdagi nafrat, yomon ko'rish, o'chmanlik qatorliq salbiy baholaringizning ob'ekti haqida nimalarni bilasiz? Bevosita ta'siratingiz bormi? Bo'lmasa yuqumlanganligingizni shundan bilasiz. Mana bu formula. Qurol.
Bir çağda bir misalını degende kılıma. Şu misalını tekrar dep yuqurida bek abstrakt olup ketken nazariyani bir az konkretlaştırsam belki tushunishinglarga yardım bolar deyman. İki bala ma'lum bir ulug' shoirimiz haqida talashib qopdi. İkisi so'rishib menga keldi. Mening mavqeim jidalni ayirib qo'ydiganroq mavqe edi. Qozi. Şunu menga hal etishdi. Bu bizning faloni ulug'imizni munofiq dedi. Buni jazolash kerakmi yo'q? Majunda hadis qanday bo'ladi deb shikoyat qildi. Birisi. Men o arzdadan so'radim. Siz şu ulug'ning asarlarini o'qib baqqanmi? Javob yo'q. Birerini o'qimaganmi? Yo'q, o'qimabdi ekanman. Dedimki, o halda men bu da'voga qarayolmayman. Çünkü sizning bevosita ta'sirotiniz yo'q ekan. Avval siz o kishining kitobini tepib, to'liq o'qib chiqing. Andan bu masalani hal qilaylik degan edi. Bu misaldagi o'xshash bevosita ta'siroti hech yo'q. Shundaq turib, keskin holda uning ulug'ligiga ishonadi va uning uchun chapan cho'rib maydonga tushadi. Uningdagi ta'sirot yuqumli ta'sirot yoki shakllantirilgan angdir. Mana shuningga o'xshash ahvol. Bundan boshqa pakitlarga qarshi meningchalarni ro'bro qo'yishmi shakllangan angdan bo'lib, shakllanishdan hosil bo'lgan qattiq qasroqlik bir ong qilipi maydonga kelgachga. Fikr qilipi desak bo'ldi, tafakkur qilipi desak bo'ldi, bir qilip. Bu qattiq qasroq hamma narsa qarta o'zimizning meningchalarini temish qilib boradi. Buning bilan pakitga qarshi o'z xiyolimizni, hissiyotimizni besitishga meningchamizni rast qilishga urinamiz. Bu tafakkur taraqqiyotimizga cho'ng to'salg'u. Bu bo'lsa umumiy kollektiv holatda madaniyat turg'unligini keltirib chiqaradi. Zadila taraqqiy qilolmaymiz qarindoshlar. Agar birlari bir pakitga qarshi ma'lum bir ulug' odamning meningchasini qarshi qo'ygan bo'lsa, buningdan hurkib ketmasak mi bo'ladi? Her qanday ulug' odamning meningchasimi pakitni besib ketolmaydi. Tarixdan kelayotgan bir turaqliq iboramiz var. Pakit munoziradan ustun. Nima degan gap? Pakit va yerda munoziraga urush yo'q. Talash tortish ketmaydi bunga. Oxirida shuni deb qo'yay, ma'budlaringlardan ulug'lab kelayotgan ma'budlaringlardan yana boshqa ba'zilariga oid dalillarimmi bor. Mana shunday ta'tirlikinglar, "Men yaxshi degandan chatoq chiqsa bo'lmaydi" deb turganliginlardan bularni o'tirg'i chiqarammayapman. Tarix pokizlanish kerak qarindoshlar. Amma kayfiyatingni buningga yor vermayapti. Bugun gapim biroz uzrab ketdi-ku deyman. Vaqtinglarni jiqagan bo'lsam razı olanlar Allah misildan razı olsun. Hammalarni Allohga topshirdim. Muvaffaqiyat tilayman hammalarga. Xayr xo'sh.